Endi bu for bizga nimaga kerak degan savol paydo bo'lishi mumkin. Bu judayam bizga kerak. Hozir men ko'p yoqib chiqayotganimga hayron bo'lmanglar. Masalan, agarda menga 1 to 10 gacha bo'lgan sonlarni chiqar desa, men shunaqa hammasini bitta yozib chiqishim kerak edi. Bu albatta judayam interesting bo'lgan jarayon. Bitta yozib chiqish, bunda o'ylash, fikrlash talab qilinmaydi. Faqatgina shundoq yozib chiqsa bo'ldi. Bu esa tayyor narsadan foydalanmaslik, albatta bu yaxshi emas. Mana endi bunda vaqtni yutqazib qo'yishimiz ham mumkin, tezroq ishlashimiz qiyinlashishi mumkin. Kerak paytda albatta kerak funksiyalardan foydalanish kerakligini mana isbotini ko'rishingiz mumkin. Run qiladigan bo'lsak, mana 1 dan 10 gacha chiqarib berdi. Lekin aslida buni qanaqa qilib ishlash kerak degan savollarga bu juda ham oson, 2 qator bilan yoziladigan kod. Aslini olganda 10 qator kod emas, 2 qator kod yozsak bo'ldi. Forni beramiz, intni ichida e'lon qilamiz o'zgaruvchilarimizni va bu 0 keyin 1 dan boshlanadi to 10 gacha davom qilsin deb chegara qo'ydik va bittadan oshib borsin deb qo'ydik. Keyin bizga chiqarib ber. Ini dedik. Mana endi ko'rib turganinglardek mana chiqarib berdi. Bizda 2 qatorgina kod bo'ldi. Shunaqa qilib ishlash kerak bo'ladi hamma misollarni. Bu mana for uchun. Ikkinchi misol oddiy boshda ini 10 ni e'lon. Endi bu boshqacha misolni ko'ramiz. Ya'ni 10 dan 20 gacha qilib ko'ramiz. Bunda 10 boshlang'ich, 20 oxir nuqta qilib bitta oshirib ket degan shartni qo'yib qo'yamiz va ko'rib turganingizda shunaqa bo'lib chiqdi.